Farz va sunnat namozlari orasi qanday bo'ladi? 52-savol. Men bir masalada birodarlarim bilan bahslashib qoldim. Farz namozidan keyin darrov sunnat namoziga turib ketgan afzal dedim. Chunki Toshkentning obro'li masjidlaridan birida agar farz namozidan keyin o'tirishlik hamma aytadigan kichik bir duo miqdoridan oshib ketsa, sunnat namoz nafilga aylanib qoladi degan masalani eshitdim va shunga hozirgacha amal qilib kelaman. Bu masalani do'stlarimga aytsam, isbot dalil so'rashyapti. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Farz namoz bilan sunnat namoz orasida uzilish bo'lishi kerak. Darrov sunnat namoziga turib ketish yaxshi emas. Shuningdek, agar farz namozidan keyin o'tirish kichik bir duo miqdoridan oshib ketsa, sunnat namoz nafilga aylanib qoladi degan gap ham to'g'ri emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam peshinning 2 rakat sunnatini kechiktirib o'sha namozdan keyingi asrdan oldin o'qiganlari haqida rivoyat bor. Farz namoz bilan sunnat namozining orasida uzilish bo'lishi kerakligi Abu Hanifa va Shofi'ning mazhabida bo'lib, Ibn Abbos, Zubayr radhiyallohu anhuma kabi sahobalardan rivoyat qilingan. Ana o'sha uzilish farz namoz o'qigan joyning almashtirish yoki bir duoni o'qish bilan bo'ladi. Anis-Saib ibn Yazid qol: "Sallaytu ma'a Muawiyata al-jum'ata fil maqsurah. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج." رواه مسلم وأبو داود وأحمد. Saib ibn Yaziddan rivoyat qilinadi. Muaviya bilan maxsus xonada juma o'qidim. Imom salom berganidan keyin turib sunnat o'qidim. U ichkariga kirganidan keyin oldimga odam yuborib, "Bu qilganingni takrorlama. Jumani o'qib bo'lsang, to gapirmaguningcha yoki chiqmaguningcha boshqa namoz o'qima. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shunday amr qilganlar" dedi. Muslim, Abu Dovud va Ahmad rivoyat qilishgan. Farz va sunnat namozlarini ketma-ket ulab o'qimay, ular orasini ajratishni shariatda fosila deyiladi. Shar'iy hukm shuki, fosila namozning sihhati uchun namozdan tashqarida lozim bo'lgan sunnat amaldir. Eng sahih fosila namozdan so'ng duo qilishdir. Ya'ni farz, vojib va sunnat namozlar orasini qisqaroq duo bilan ajratish eng to'g'ri amaldir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir namozdan so'ng duo qilar va buni sahobalariga ham o'rgatar edilar. Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon namozlaridan chiqsalar 3 marta istig'for aytar va Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom der edilar. Beshovlaridan faqat Buxoriy rivoyat qilmagan. Namozni o'qib bo'lib salom bergandan keyin qimirlamay turib 3 marta astag'firulloh deyish va Allohumma antas salamni oxirigacha o'qish hozirda rasm bo'lgan va unga amal qilinadi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuning mavlolari Varrot radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Mughira Muaviyaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon namozlaridan forig' bo'lib salom bersalar, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta va la yanfa'u zal jiddi minkal jadd ekanlar deb xat yozdi. Beshovlaridan faqat Tirmiziy rivoyat qilmagan. Duoning ma'nosi Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Uning o'zi yolg'izdir, sherigi yo'qdir, mulk unikidir, hamd unikidir. U har bir narsaga qodirdir. Ey bor Xudoya, sen bergan narsani man qiluvchi yo'q, sen man qilgan narsani beruvchi yo'q. Sendan bo'lgan iqobni qaytaruvchi yo'q. Ko'pchilik kishilar ushbu nabaviy duoni yodlab olib o'qib yuradilar. Bilmaganlar yodlab olsalar yaxshi bo'ladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishining qo'llaridan olib, "Ey Muaz, Allohga qasamki,
albatta men seni yaxshi ko'rurman. Ey Muoz, men senga har bir namozdan keyin Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika demoqligingni tark qilmaslikni tavsiya qilaman dedilar. Abu Dovud va Nasa'iy rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatdagi duoning ma'nosi: ey Allohim, menga zikringni, shukringni va husni ibodatingni qilishga o'zing yordam bergin. Mana shu hadislarda bayon etilgan matnlar fosila uchun eng maqbul duolar hisoblanadi. Qaysi namozdan keyin bo'lishidan qat'iy nazar, joyini o'zgartirish uchun u yoq bu yoqqa yugurgilashning hojati yo'q. Turgan joyidan 1-2 yoki yarim qarich yonga surilishning o'zi kifoya qiladi. Agar avvalgi namozidan so'ng duo qilgan bo'lsa, surilishda ham, joy o'zgartirishda ham hojat qolmaydi. O'sha joydan qimirlamay keyingi namozni ado etaverish mumkin. Vallohu a'lam.